Larim qishi g'amini yozda yeymiz, ninachiga o'xshab uchib yuravermaymiz. Dungan qalampirni, tomatni sokka yopamiz bugun. Boshladik. Pomidor o'rtasini olib tashlaymiz-da. O'rtasini kesib olib, maydaroq qilib blenderga sovuramiz. Axir blenderni sotib olganmiz, ozgina ayaymiz. Qozonga qo'yamiz. Olov yoqib, buni qaynatib yuboramiz endi. Qalampirni mana bu dumlarini olib tashlaymiz. Chesnokni ham maydalab to'g'rab yuborasizlar. Pomidorim qaynab chiqdi. Unga 2 qoshiq shakar, tuz solib turamiz, aralashtiramiz-da, ichib ko'ramiz. Agar tuzi normalniy bo'lsa, boshqa solmaymiz. Qalampirlarni tomatni sokka sovuramiz. Buni orqasidan to'g'rab qo'ygan chesnoklarni ham sovuramiz. Bu endi bir 15-20 minut ichida qaynatib olamiz. Qolgan qalampirlarim 15-20 minut qaynagandan keyin mana bir osh qoshiqda toza uksus sovuramiz. Ana. Agar qishga qiladigan bo'lsanglar, bonkani pretsedit qilib, yaxshilab qaynatib, keyin solsanglar bo'ladi. Aman ertaga yoq yeydigan, yo 2 soat 3 soat yeydigan narsani qilyapman. Oddiy bonkaga solamiz. Qaynatgan bo'lishinglar shart. Men qaynatmayman, men hozir yeyman-da buni. Soviguncha chetga olib qo'yamiz. Sovigandan keyin ochib bemalol yesa bo'ladigan bo'ladi asallarim. Kun issiq, bu issiq. Lekin meni qornim tatalab ketyapti-da. Ilojisi yo'q. Ovqat bilan yeyman deb o'zimga o'zim va'da berganman. Buni 2 soat o'tdi. Unaqacha sovimadi. Baribir ochib jeymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bu tomatli soklarni men ichish niyatim bor edi shu bugun. Mana bunaqa yana hozir yoz-ku buni qadriga yetmaymiz-da. Unchalik hozir bilinmaydi. Hamma narsa pishiqchilik, lekin qishda bu vashim tillaga teng bo'ladi. Rostdan tillaga teng bo'ladi. Mana bunaqa ovqatlarni olasizlar-da, kechqurun. Mana bunaqa qilib tomatni sokladagi nima? Dungan, qarang, Bolg'arida bor bo'lma. Dungan qalampirlarni olasizlar-da. Keyin men hozir ichib ko'ramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohmanirrohim. Ullatyapti, vashim mazasi zo'r. Tomatni sokka mazasi vashim bomba bo'lgan. Endi men achchiqni sevadiganlar bor, menga o'xshaganlar bor-ku, to'g'rimi ichimizda? Mana shu achchiq sevadiganlar mana bunaqa. Balkim bu osh bo'lishi mumkindir, lekin mening usulimda bu pyure. Kelinim pyure qilgan. Bismillahirrohmanirrohim. Dungan qalampirni tomatni sokka izlarim juda ham mazali. Hammalarga tavsiya qilaman. Osh bo'lsin.